Assalomu alaykum. Biz bu videomizda Delta 3 modelini kartmonini tikilish jarayonini videoga olib ko'rsatmoqchimiz. Tushunadigan qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozir mana terini tayyorlab oldik. Crazy Horse jigarrang rangda andozani tayyorlab oldik. Hozir bularni kesib bir chekana protsessda ko'rsatishga harakat qilaman. Bu Crazy Horse terimiz. Bu yuqaroq, yana bir boshqacharoq mol teri, yuqaroq bo'ladi, yumshoqroq bo'ladi bu. Yung tarafiga mana buni yopishtirib olamiz, чтобы ichkari chiroyli ham komfortli bo'lishligi uchun. Delta 3 modelimizda shunaqa joyi bor. Masalan, hamma modelimizga yopishtirmaymiz. Masalan, Delta 1da bu yerga suyuli surkangandan keyin o'zi qoladi. O'zi qoladida Delta'da, Zeta'ni asha qimmatroq modellarida shunaqa terilarni yopishtiramiz. Ba'zan material bor, o'zini materialini yopishtiramiz. Undan ham yaxshi chiroyliroq chiqadi. Lekin Delta'da material emas, teridan foydalanganmiz. Har tomonlama terini yopishtiramiz. Mana yopishtirib oldik. Tekis qilib, endi mana ikkitalarini chiroyli chiqdi. Endi chekalarini chiroyli qilib qirqib chiqamiz. Kesib bo'lib, suyuligini orqa tarafiga surkab, buni yopishtirib mana chekalarini qirqib oldik chiroyli qilib. Ko'ryaptimi? Chekalarini dumaloq qilib qirqib oldik. Xo'p, bularni orqa tarafiga mana suyuligini surkab quritib oldik. Endi bu qurgandan keyin ozgina ishlar berib ketsa bo'ldi. Orqa tarafiga mana shisha bilan kesib tayyor qilib oldik. Orqalarini kerakli o'zini suyuqlarni surkab, qatirib, o'zini formasini ushlab turadigan darajaga olib keldik. Mana hammasini kesib tayyor qilib asosiy buni yuzi tomonidan ichkariga mana teri ham yopishtirib olganmiz. Chekalarini dumaloq qilib hammasini tayyor qilib oldik. Endi biz buni o'zini maxsus suyuqligi bor, yana bir chekalarini kuydirishga tayyorlaymiz. Hozir kuydiramiz. Birinchi o'zini suyuqligini surkab olaylik. Hammasiga surkab chiqamiz shu chekasiga. Bu nima qilib beradi desanglar, bu kuydirayotganda tekis kuyishiga yordam beradi bu narsa. Buni surkamasa-chi yunglari yana ko'tarilib xalaqit qiladi kuydirayotganda. Tekis chiroyli yaltirab bo'lishligi uchun tekis shuni surkab chiqadi. Hammasiga surkab chiqamiz, shunaqa o'zining suyuqligi bor. Chekalarini maxsus suyuq bilan surkab tayyorlab olganimizdan keyin mana hozir endi kuydirish jarayonini ko'rsataman. Tayyorlab olganmiz. Bismillah. Kuydirib bo'lingandan keyin mana bunday holatga keladi. Demakimiz chiroyli ramkalari bilan orqa tomoni ham mana har ikkala tarafi kuydiriladi. Kuydirganimizdan keyin kleylab oldik, mana kleylab tayyorlab oldik. Mana bunday holatda bo'ladi, mana ko'rib turganlaridek. Endi sal chiroy kirib, hid kirib bunga kartmonga o'xshab boryapti. Hozir endi mana buni o'zini proboynikida teshamiz. Ko'rayotgan bo'lsa, qo'ldan ko'rsatib. Buni teshib tayyorlab olamiz endi. Mana teshib oldik. Teshib olganimizdagi mana bunday holatga keladi. Orqa tomoni, mana ichkari tomonlari.
Mana kartmonimiz tayyor bo'ldi. Tikib bo'ldik. Pistonlarini ham knopkalarini qo'yib qo'ydik. Hozir ko'rsataman. Kimga shunaqa original narsa kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Bunaqa original narsalar Ko'katasin charimda. Dastavka bor. O'rta Osiyo bo'yicha.